名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた後に続け青春たちよ後に続け遅くはないさ急ぐことは難しいが時に振り返ることはもっと難しいBu hikayeni İtalya'daki kinova turmisidan başlaylı. Bunun taxminen 600 yıl ilgiri İtalya nurgun uşaq dövletlerge bölüştük idi. Bu turma hazır biz körüvatkan turmalarga okşaydı. Kişiler tar kamerda qıst-qıstdan yetişatdı. Bu kişilerin emmisi kinovadaki esirge ilingan benzilikler bolup, ulanın içinde Marco isimli bir bovay var idi. O suğa çaraslap ot getdi, bilemsen, ha? Soğuğu ot getdi. Kumluğunun asmini kuyup gitividi, korkup getdik. Bu kayır yani cöylegili durduk o değil mi? Soğuğumu ot gitemdi. Bu raskep. Bu dünyada galit işler naat köp. Mesela Eytayli, Jirak Şerik'te bir Asiya dövleti var. O yerdik sarayla uzun tartip özügiçe sap altından yasalgan. O Yuan sulalisi dövleti. Ben bunu öz kulağıma Yeni cöylegili durdunuz mu? Bu dünyada sırlık işler naat köp. Mesela bulanı öz gözüm bilen köyge. Karanlık sırtlarını kılıdı gelsin. Başkalarının kepigen emişki işenmeysizler, ha? Marco efendi, bana sizden bu xatarlik hikayeniz belki yıkıp gelivatıdı. Balada, andak olsa ben sizgili söylep verey. Bu menin 17 yaş çeğimdeki işler, dadam bilen tağam Jirak'taki Yuan imperiyesiga barmakçı boldu. Dada, men mi barım? Men hem işini kılalayım, nez gereklerini kütüreleyim, su ekileleyim, tamak iteleyim, kırışı olayım, dada. Ya Marco, sen küçük çıdımaysa, ha? Dada, siz beni çombaldın demediniz mi? Dadamı yap kalana. Ben cinimi koydum, o devletken çokum var ele. Ben kat yalırıp durva ağaçka, dadam ağrı mağul eder. Yaslan! Biz yurtimiz Ventsiyeden ayrılıp, Jirak'taki çetelge sayahat kılış üçün mağduk. Bu mu acayip hozır işke. Yurtimiz közümüzden bara Jiraklaşıp, ahiri kayıp oldu. Biz bu yerge terik kaydıp, kilerlerimiz mi? Ama Jirak nazar sağınımızda, kandaktır bir güç bizni algı ilgirleşke devlet kılıvatkan his kılattık. Ottur deniz nahayet keçiydi. Seferde boranğa, deniz qarakçılarga, xadı taşlağı yoluqmay, Agir portuğa aman isen yetip keldik. Haqiqiy xatarlik turmushni endi boshlash oldida turatdik. Biz Agirda Kublay Xonga avatilgan yorliq va muqaddas yog'ni topshirib oldik. Bizga bu yerdan 2 hazrat va nurg'un uzatquchi hamrohlar qo'shildi. Shundaqmi? Yerliklar ketayotganda dororat gapinglar joyida. Hazratlar, bu yerliklar bir lafzini o'qiydigan bo'lsa, kunduzi kechaga aylanib ketadi. Ular oldiga uchirganlik odamni yo o'ltiradi, yoki bo'lmasa yiroq yerga bir qulluq qilib ketadi. Ism xilovatidi. Rost, men bu berib kelsan bo'g'dak. Bu yorliq. Bu muqaddas yog' sizga topshirdik. Biz safarimizni yana davomlashtirdik. Oldimizdagisi cheksiz ketgan cho'llik. Biz Jirak Yuan imperiyasining nishonlab, o'tir sharqqa qarab menib ketdik.
Dada, o nima? Yerliklerken çakılman ayli! Dada! Marco! Dada! Marco! Dada! Marco! Sağ mısın balam? He? Dada! Dada! Balam! Yarlanmağın sen! Marco, hanım bozatışaman kentsen. Işqısı yo'q. Men sağ, qavalaqini. Yerlikler tutup ketken. Qandaq bo'lib ketdiyken bilmedim. Aldırmış üçümüzü kaldık balam. Bizi qoldiqmi? Ko'zni yumib ochqicha shunchajik odamdan aran uchimizda qolgandik. Ammo polo jamiyati tiz bukmidi. Biz otlarni qaytadan jotib, yana sharqqa qarab yo'l oldik. Pamir egizligidan o'tib, quyosh nuriga purkangan Madafisyan tog'laridan balqidik. Kecha-kunduz to'xtamay yo'l yurdik. Tamoqni ketib o'tib yedik. Uyquni ketib o'tib uxladik. Kuyayotgan suv, tuz qaplagan tog'lar va unchi marvoyatlar to'kilib turadigan jilg'larni mana shu chog'da ko'rgandik. Pamir egizligining qahrton kechillarini ko'rdik. Qish o'tgandan keyin Loptur qumliqiga keldik. U yer xuddi kuyayotgan do'zaxning usti. 30 kun ichida oldimizga biror giyohchilik narsa uchirmadi. Biz qumliqning qora bo'rinini ko'rdik. Bu dunyo nima degan cho'q? Sho'joq kelganimizda bizning yo'lga chiqqanimizga to'g'ri 3 yil bo'lgandi. Shundaqla bizning charchab faqat mang'uchligimiz qolmagandi. Endi yerliklar keldimi nima? Tangay, endi mang'idek maqdurmi qolmadi? Sizlar benzindan kelgan polo oliylar bo'lamdilar. Men bu yoqqa binoan sizni qarshilab keldim. Yuan imperiyasiga oxiri yetib kelgan edi. O paytaxt nima degan haybatlik. Buni til bilan tasvirlash mumkin emas. Mana bu Qubilay xonning o'rdasi. Polo, qaytib ko'rishganimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Aliylari, bu sizlar degan yorliq muqaddas yo'q. Sizlar jafo chekdinglar. Polo, o yigit kim o? Aliylari, bu mening o'g'lim, ismi Marco Polo. Marco, siz mening qashimda ishlashni xohlamsiz? Shunda qilib, men Qubilay xonning o'rdasida ishladim. Bu dunyo bek keng dunyo ekan. Sirliq ishlar nihoyat ko'p ekan. Shuningdan keyin men nurg'un ishlarni his qildim. Shunda qilib 10 yillik vaqt shunday nihoyat tez o'tib ketdi. Bir kuni biz vataniga qaytish to'g'riliq iltimos sundik. Polo, men asli sizlarning maoshinglarni o'stirib beray degan. Ammo Malika Changching Persiya davlatiga yotib bo'lib ketmoqchi. Sizlar uni olib qo'yib, qaytib kelsanglar. Jazman qaytib kelamiz. Qubilay xon bizga 14 cho'ng kema va 2000 odam berdi. Kema tirti Malakka bo'g'iz orqali quruqlab qaynayotgan Hindi dengizni kesib o'tib, Persiya qo'ltig'iga keldi. Kemada qizitma va har xil kasallar tarqalib, nurg'un odamlar og'rib yetib qoldi. Yana kelib, necha kun uda tayfun bo'rni chiqib, kemalar butunlay degidek qodin chiqdi. Ammo keyin bo'ronmi to'xtadi. Biz nurg'un jafo mushaqqatlarni boshdan o'tkazib, Malika Changchingni oxiri Persiya davlatining Orimiz degan yeriga olib qo'ydi. Ammo bu chog'da xon bizga hamroh qilib bergan 2000 odamdan 18 odam 14 kemadan oran bir kema qolgandi.
Benziye, biz senenden ayrılıqlı 25 yıl boldu. Ama bizning bu çağdaki obrazimiz bekli osat ahvalga tushib qoldi. Kimni izlaysiz? Ben Mark Polo, bu dadam Nicolo, bu yoq tog'am Mafilo. Yo'q gapni qilmang, u allabir o'lib qolgan tursa. Nima? Obdara qarab beqing, biz hayot turmamdoq. Bu ablah! Ishni och! Men Mark Polo, bu yerda turgan odam Nicolo Polo, bu yoq Mafilo Polo. Biz Yiroq Sharqdan qaytib keldik. Biz ketgili 25 yil bo'lgan. Ishni och! Men Sharqdagi allarda yuz bergan ishlarni ko'pchilik so'zlab berdim, ammo hech kim ishonmadi. Albatta, bu gaplaringga kim ishonadi? Shundaqmi, ha? Nima kulisizlar? Sizlar mening gapimga nima ish qilishmaysizlar? Hay, quruq gapini qo'y. Yiroqdagi tog'ning neri tarafida u davlatlar haqiqatan bor. Mark Polo'nun beshidan o'tkazganlariga asosan yozilgan sharh xotiralari keyingi kishilar orasida zo'r ta'sir paydo qildi. Shuningdan keyin kishilar ilgari-keyin Hindiston aviatsiya liniyasi, Amerika cho'nquruqligi va dunyoni davr qilgan aviatsiya liniyalarini echib, yaqinqi davr tarixi uchun o'chmas tuhfalarni qo'shdi. Yağmur bağancı pek yakın durdu. Bomba değil. Ale. O'xshabdimi o? Efendim, bu paskini joyga yana ko'chib keldinglarmi? Men aslida ko'gim yo'q. Mankat. Mankat. Efendim, açıklanmışsılar. Ölüşkün sizlarga rasmsiz paslar demedimmi? Bugun shuncha jiroqdan ota aytan sizlarga rasmsiz turg'ili keldim. Men o'zimni sig'iz kelgan rasmsizman. O'tgan qitim ichikli ma'qul degan tilg'o, efendim. O'tgan qitim degan. O'tgan qitim. Hey, to'xtasizlar, to'xtab tursizlar, efendim. Nega bordilar, efendim? Ale. Koko, efendim. Qaltisqo. Nima deding? Men Koyoshi. Sizlar tuniga ko'chib keldingmi, bova? Sen qo'shnimiz o'g'limi? Sizlar rasmni bek yaxshi ekan. Albatta, men rasmlarim dunyoda birinchi o'rinda turdi. Sizlar rasm chizishni kim o'rgangan? Davatgan gapini qara. Rasmsiz hech qachon o'rganadigan ish emas. U o'zini ko'zidan ko'rib, ko'nglida o'ylab chiqadigan narsa. Hay, 80 ga kirgandimmi? O'shundaq bir nimalarni sizib yurganimni. Hay, sen. 80. 80 ga kirib qoldingmi? Unda bo'lsa o'lay deb qopla. Yo'qol. Kokosai 1760-yili Yaponiyaning Edo Honjo degan yerda tug'ilgan. U kichigidan rasm chizishni yaxshi ko'radi. Bo'libmi ayni vaqtdagi nomratlarning madaniyatiga vakillik qiladigan urf-odat, manzara rasmlarini chizishga alohida havas qiladi. U 19 yoshida rassom Yoko Kawani ustoz tutdi. Keyin nurg'un rasm asarlarini e'lon qildi. Bularning ichida eng donliqi Fot yezma manzarasi bo'lib, buningda u Fot yezma teg'ining manzarasini o'xshamagan do'xtlardan suratlab bergan. Kokosai bir yerda o'ltiraverishni yaxshi ko'rmaydi. U hayotida 90 necha qitim uy ko'chgan. Bova, men sizga rasmni ko'rib boqsam, u yana ko'chib ketibdi-ku.
Vah, acayip esilsizdi. Bunda qaynasiz oson emasdi. Albatta, nurg'un narsalarni har kim siza oladi. Bir harakatning ko'zini yumib, ochqich puxta egallab, qog'oz yuziga tushirish mana bu rassomning haqiqiy iqtidori. Bova! Acep bizdatdilar odamni. Ko'yoshi. Ma'lumga qaraslar. Ha, belli. Voy, nim bu? Obdan sizg'ili bo'lamdi. Albatta, yana 80 yil zehnini yig'ib, toza tirishibsizsan. 80 yil? 80 yil yoki 100 yil. Odamning ilgirlashning cheki yo'q. Ko'yoshi, bularni mangu esingda ching tut. Uqdingmi? Ha? Hokusai shuna qilib kishilarning turmushini uzluksiz haqiqiy turda sizib chiqdi. Qiziq. Bu jahonda xalqning turmushida qiziqarli narsa yo'q. Bova! Sizlar nimishqa u yerdan bu yerga ko'chibli yuriylar? Odam pat-pat uy ko'chibli qolmay, ismini pat-pat yo'tkab turish kerak. Har bir yo'tkaganda odamning ko'ngli ejilib qoladi. Rasmsiz samo ilhoming kelib turadigan bo'ladi. Qara. Sizib bo'ldilimi? Sizib bo'ldim. Bo'lmaymi? O'g'il bola qo'rorim texim obdan gavlangan bo'lsa qancha yaxshi bo'ladi. Davatqa gapini buni. Tug'an turqin shu tursa. Bova. Bova. Sizlar rasmni setib tirikchilik qilamdilar. Shundaq. Men hayronman. Nimaga hayron qilyapsan? Sizlarning bu sat rasmlarini haq olamda? Haqning hammasi meni rasmimni oladi. Ko'yoshi, men qara. Mening rasmim bilan boshqa rassomlarning rasmining ba'zi joylari o'xshamaydi. Sen shuni bilib ol. Kishilar azoblanganda, ko'ngli yerim bo'lganda, beshig'i kun tushib, og'ir qiyinchilik uchirganda, mening rasmlarim ularga yorug'lik olib keladi, ularning ko'nglini yo'rtadi. Mening rasmlarimning ba'zi bir shakli jiddiy rasmlarga o'xshamaydi. Shunga mening rasmlarimni o'rib olib manzil rasmlari deymiz. Mana bu Hoku Hachivi rasmi. Ha? Men go ancha uqib ketmadim, ammo bu yaxshi ish o'xshaydi. Bova! Ey bova! Sizlar rasm chizishni qachondan boshlagan? Qani men o'ylab boqay. Seningda chaqdan tortib boshladim-ku deyman. Uningda baldirim o texi. Andaq bo'lsa, tug'ilibla rasm chizishni boshlab chiqanlar-da. Zerikib qolmadingmi? Nima deb zerikman? Rasm dunyosining cheki yo'q. Rasm sizga tugab qolgan narsa emas. Xudomi? Ya'ni kelib, oyatliq deganda qiziqarli ishlar doim yuz berib turdi. Bundan hargiz zerikib qolmaysan. Xuddi u o'zi aytgandek Hoku hayotida nurg'un qiziqarli voqealarni qoldirib ketdi. Burun bir chet ellik uningdan sizgan rasmini yerim ba'da setib berishini talab qilganda u qattiq xafa bo'lgan. Tesokokoning ichidagi 127 bor cho'nglikdagi xom suribga Darko Mafozoning cho'ngaytilgan rasmini sizgandan keyin kishilar qattiq hayron qolgan. Ammo u yana bir tal terqi ikki tal qushning rasmini sig'dirib sizalaydi. Bir qatim u general Kamochining oldida to'qining topinini bo'yab, uni rasm qog'ozining ustida mangdirgan va buni o'zlariga hurmat bildiruvchi kuzdagi qizil yo'pirmoq degan.
nima qilyapsan? Ketdi. Hozirgi Tokio burun Edo deb ataladi. Bu chog'da Edoda doim o't ofati yuz berib turadi. Mana endi yana o't ketdi. O't shamolda ulg'uyib Hokoning kapsini birdan ichida ko'ydirib kulga aylantirib etdi. U o'zining uzun yildan beri saqlab kelayotgan oddiy tasviriy rasmlar to'plamini saqlab qololmadi. Mening butun narsam kulga aylandi. Vah, to'g'ri. Ma'u narsam bor emasmi? Rost. Manga mushu qalbimni bo'lsa, bo'ldi. Mening bu eng yaxshi amroyim. Baştan başlay, hammani baştan başlay. Bu tuz pükmez örf odat manzara rasm ustasi 1849-yili 90 yoshida olamdan o'tdi. Bu umrida rasm chizishni hech vaqt to'xtatmagan. Hokusai jon uzish oldida men yana 10 yil, yo'q, yana 5 yil umr ko'rgan bo'lsam, u chog'da haqiqiy rasm chizib chiqqan bo'lardim degan.好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領